bir mavizamda aytgandim. O'g'il bola bor uydan men shu gapimga javob beraman, fohisha chiqmagan va chiqmaydi. Fohisha chiqdimi, o'sha oilada erkak yo'q. O'g'il bola yo'q. Akasi bor, ukasi bor, dada erkak basmi. Erkak emas, o'g'il bola emas u. O'g'il bola bor uydan yana qaytib aytaman, fohisha chiqmagan va chiqmaydi. Nimaga o'sha davrda fohishalar oz bo'lgan? Men o 1200 yil avvalda aytmayapmanmi? 50 yil, 60 yil, 70 yil, 80 yil orqani qaytib aytyapmanmi? Tirik men u paytda bo'lmagan bo'lsam-da, lekin tirik tarixlar bor. Gaplashing shularni. 80 ga 90 ga kirgan onaxon otaxonlar bilan gaplashing. Otaxonlardan so'rang, ayollardan so'rab bo'lmaydi bu temani. Noto'g'ri savol bo'lsa uzr kechirasiz-ku, o'sha davrda fohisha ko'p bo'lganmi deydi? Fohisha bo'lmagan bizning mahalla. Bu atrofda bo'lmagan deydi. O'yinga tushadigan bolalar bo'lganmi deb so'raydi. Mana 101 ga kirdilar bu yil. O'tgan 100 ga kirdilar. Bu yil 101 ga kiryaptilar. Hozir ham tirik, Toshloqda. O'sha kim aytib beradilar? Yoshligimizda qishloqda bitta o'yinga tushadigan erkak bo'lardi, o'g'il bola bor edi deydilar. Bitta. Boshqacha nom bilan aytishardi uni deyshar. Bitta o'yinga tushardi o'sha erkak. Bugun qanaqa ketyapmiz?